ھەققىدە يعني yasak sorularla gezip görmüştüm. Assalamualaikum. Hoş geldinler. Bugünkü naq meydanımni məxsus bir güzel hoş xəbər üçün bağışladım. Oy, onu öçürüydü ya. Dəxtini gülüm qarsam, YouTube'da yan bir channel, Vion. Hindistan'daki şunda dağlıq bir kanalı var. Aşağıda bizdeki Sadam ailəsininki cəm bolğanlıq xoş xəbərini məxsus video qılıb işləbdik. Bizdeki Uyğur cəmiyyətimizdə şunda xəbərlər bolsa biz həmmimiz toxutma yaşındaq qalıb bolsa qalbimizni küylüşümüz gerek. Hər xil fəaliyyətlər bolsa toxutma özümüzdeki şu fəaliyyətlərini təşviq qilishimiz gerek degəndək. Biz 2020 yılı social medianı açqan amallam toxutma yaşındaq adamniki ko'ngli bearam qildigan xabarlarni lamanglab kelyapmiz. Facebookni, Twitterni va boshqa social medialarni açsaqlam shu Uyg'ur qirg'inchiligi, Uyg'urlarniki peshiga kelayotgan kulfatlar, lagerlar masalasi, Uyg'urlarni majburiy emgak kuchi qul qilib ishlatayotgan xabarlar, odamlarniki ishki organlarini halol organ deb setayotgan, Uyg'ur qizlarininki majburiy Xitoy siyosatininki, ya'ni aralash, ya'ni assimilyatsiya qilish siyosatininki qurboni bo'lib ketayotgan shunday xabarlar, irqiy qirg'inchilik deb bizningki Muşnun ait nurgun aşında xabarlarni anglab keldik 2020 yılı. Ölüş günü anondan Twitter'ni içip qarsam bir 10-15 minut bo'lgan vaqtda bizningki Avstraliyada muajirat yaşayotgan qarindishimiz Sadam o'ziningki Twitter hisobida ayoli balar bilan tushgan rasmini ko'rib chiqirib ekan. O, shundoq bir butun bir yilning ichidagi eng odamni xushal qiladigan bir xabardek bilinib ketadi. Shuning bilan Facebookni aqtirsam yo biroz chiqiray demaydi yo Facebookqa. Shuning bilan rasmlarni choplab keliblam. Facebook'a çıkarsam benim kendimden akaqıdan her iş kılıp faaliyetçilerimiz toxtumay bu hoş haberini tam ortaklaşık başladı. Twitter'da mı toxtumay degan bütün faaliyetçiler, kişilik hukuk gözetiş teşkilatlarınınki bazı yıllıqı şu məxsus Uyğur işlerini tədqiq qıldığan Uyğur meselesiga alohida ko'ngil bildirganlarniki hammasi toxtumay şu bizninki Uyğur bir ailəsininki cəm bo'lganligini tabriklab shu to'g'risida xabarlarni ishlab ekandik. Men hozir bu xabarni o'zimizningki Uyg'ur qani bu rasmlar share screen qilib avval Hindiston xabarlariga chiqqan shu yerdan boshlaymi? Bir kichik Uyg'ur farzandimizningki cho'ng ikki davlatningki diplomatik munosabat o'tirsidagi xabarlar chiqib to'xtamlar. Men degan güzel eng 2020 yılı ko'rgan eng güzel rasmlar bo'ldi bu. Qani bu meniki bu yerdagi narsalarim. Bir minut. Ben tep olay desem yeli chiqib qo'ygan yana yo'qib ketdi bo'ldim. Men to'xtab qo'yib turay ya. Birdan naqshanni ochtirmamdiq. Param boz qo'shib qo'ygansizlar. Zuli Parozi yaxshimisiz? O'chirib turay ya. Degan chiroyli rasm bu. Degan cho'ng xo'sh xabar bu. Hammamiz bek xush bo'ldik bu rasmlarni ko'rib. Tunugundan bir video chiqarib qo'ygandim. Maxsus mushlarniki boshdan oxiri biz bir hayot hikoyasi qatorida Sadamniki Urumchiga borganligi, hatto Avstraliya pasportidagi kishi bo'lsa-mu, shunaqalıqi jismoniy jihatdan urib yaralanganlik ahvoli, ananiki Nadira qizninki
balani cho'ng qilish jarayonidagi bütün shu rasmlari, shu to'rda bor bo'lganligi rasmlar, videolar degandeklarni yig'ib ekilib, yana yaxshi bir video chiqarib qo'ygandim. Bu o'zininki qilgan ishlari shunchalik cho'ng tirishchanlik ko'rsatdikin, davlatlarninki rahbarlarini o'tirib chiqib so'z o'tkazib, Avustraliyaning tashqi ishlar ministrligi yoki Amerika shu Pompeo boshqa kishilik huquq ko'zatish tashkilotlari cho'ng shu hammayada shu bir oilaning hikoyasini chiqarib shunchalik ko'p kurashlarni qildida, kurash qilib oxiri 2020 yili 12 oyda 2020 yilning oxirgi bir oyida Avstraliyada bu jam bo'lgan bu rasmni ko'rib hammamizni shundoq cho'ng hayajonga soladigan güzel bir aile bu. Qarz adam turmaydigan degandek. Hammamizga shundoq jam bo'ladigan kunlar nasib bo'lsin. Nurg'ulg'an Uyg'ur oilalari vayron bo'lib ketdi. Vatanga boramay, vatanda qilib qolganlar yerda qapsilib kelib chiqolmay degandek. Sadamnıng o'g'li Lutfi Avstraliya pasportini 2019 yil olgandan keyin Xitoyning qonuni bo'yicha aytgan chog'da Avstraliyada turmasa, Avstraliya nimasi hisoblamaydi ekanda, ikki davlat garajdaligini qabul qilmaydi ekan. Kanada pasporti bor bir Uyg'ur bor, Husayn Jalil deb necha uzun yillar bo'ldi Xitoyning zindonlarda yetayotganligi, chunki Xitoy o'zi uni Xitoyning garajdaligidagi odam bizning odam deb qarab o'zlari tutib olib o'zlari jazolab shunday qiladi. Qo'shni davlatlik nimani e'tirof qilmaydi. Shunlashqa bu Nadira qiz Xitoyning pasporti bor. O'g'lim bizniki davlatimizda bo'lish kerak degandek ish qilib bularniki har ikkisining bilan pasportini tortib olib Urumchida qapsilib qolib degandek. Jonliyansiz yaxshimisiz? Xat yo'llasam qaytarmaysiz-ku, bakchi xat yozdim. Ha, email yozgan o'xshamamsiz, u emailni tekshirmagili xeli uzun bo'lib qoldi, jimon qarab boqmabdiman-ku. Ma'qul, men ichib qarab boqay. Qanday o'zingiz yaxshimi? Vataningcha turib uchur yo'llatamsiz, yo'q? Jonliyansiz. Jonliyansiz deb o'qiymiz-ni. Ne zamonlar Xitoycha gap qilmoqlim uzun bo'lib ketgandan keyin tillarim kamaydan ketdi, tillar. Ko'rayotgan qarindoshlar bormisizlar? Yan bir xabarni chiqaray sizlarga. Mana xabarda Hindistondagi nega saqlab qo'ydim buni? Hindistondagi deb u Twitter'dami shundoq million kishilik agashchisi bor, unda Palskima kim ismi kimki bir ayol bor, shundoq so'zlaydi. Palsi so'zlaydi, ana shundoq riyosatchi ayol. YouTube yana bir nimani deb bag'ash Sadam oilasiniki boshdan oxir bir hikoyasini bir anonslar. Ay.
kichikdan tortib cho'nglig'ini Twitterda shunaqa rasmlardan, videolardan ko'rib turdik-da endi. Akamniki bolalarini Urumchidagi chog'da to'xtamay diplomatik munosabatlar bilan mushuk baliq uchun aytib yo'lmandi. Bir ailenin hayat hikayesi de bu anda. Mübarek olsun. Hikayenin ahirini diyen güzel. Ben özür görüp özüm bir ayını geçen bağlılıktan şuna hoş buldum. وآله وأصحابه عليه أجمعين.
Now, a Uyghur family that was separated by Beijing officials years ago has finally reunited. The story goes back over a decade when Saddam Abdul went to Australia as a student. In 2016, he went back to Xinjiang to marry Nadila Umayyad, a Chinese citizen. A year later, Abdul work took him back to Australia. He had to leave his wife behind in Xinjiang as she waited for her spousal visa. Little did the couple know that China would separate them for years to come. Chinese authorities banned Abdul-Salam's wife and their newborn son from leaving Xinjiang. Their passports were confiscated. Abdul-Salam launched a campaign to release his family from Xinjiang. This became one of the most high-profile human rights cases in Australia. Abdul-Salam had approached the Australian government for help. In 2019, the government granted Australian citizenship to his son. In February of this year, China's deputy head of a mission in Australia lied in an interview saying that Umayyad did not want to leave Xinjiang. Umayyad later tweeted a picture of herself with the sign that said, "I want to leave and be with my husband." Australian Foreign Minister Marise Payne said that in June this year, the Australian embassy in Beijing had formally requested the Chinese authorities to allow Umayyad to leave. Now, many months later, Abdul-Salam finally embraced his wife and met his son for the first time after they were allowed to leave China. In a heartfelt message, Abdul-Salam thanked foreign ministers, lawyers, human rights activists, and journalists who helped to reunite him with his family. China has been criticized by the United Nations and many governments for the arbitrary detention and restrictions on movement of Uyghur Muslims in Xinjiang. Co-presented by Skoda. Simply clever. O'tinaginki o'yin kanalınınki agashkichilar milliondan oshadi cho'ng bir kanalda Sadam oilasininki jam bo'lganligini mushu xabarini cho'ng xabar qilib ishlabdi. Bizniki boshqa medialardami o'zimizniki Uyg'ur agentligi to'xtamay xabar shu to'g'riliq xabarlarni chiqardi. O'zimniki Uyg'ur YouTube kanal bo'lish, o'zimniki bir media bo'lish isbilan hozir nima ishlar bo'layotgan bo'lsa, nima faoliyatlarimiz bo'lsa, shular to'g'riliq so'zlab boqay deb. Bu xush xabarni ko'pchilik bilan birlikda o'rtoqlashgach, Abdusalamniki tirishchonliklarini ko'rsatgan tirishchonliklarini o'ziniki bir oilasiga kelgan kulfatlar orqali butun millatning beshiga kelgan kulfatlarni dunyoga o'tirg'i chiqarish orqali o'ziniki to'xtamay tirishchonlik qilish orqasida Nadirani anankin Avstraliyaga qalblik jam bo'lib kelganligi hammamizni hayajonga soladigan xush xabar. Ko'pchilik hozir ko'rayotganlar barmoqlaringizni ustiga bosib qo'yishinglarni bu xo'shalik bilan hammalar birlikda xo'shal yaxshi güzel duolar bilan bu güzel bir xabarni o'rtoqlashaylik dedim. Bundan bir yil ilgirki bir xabarga qarab olsak bo'lar to'g'riliq nima xabarlar chiqqan ekan desanglar. The Australian government has called on China to let an ethnic Uyghur mother and son to leave the country. Saddam Abdul-Salam, an Uyghur Australian, has made a public call for the release of his wife and son, whom he has never met. China is believed to have held nearly 10 lakh Uyghur Muslims in detention camps in the Xinjiang province. Subscribe to the channel for more news. Aslında qisqa xabarlarni ishlaydigan YouTube kanallari bor ekan. Bizningki Uyg'urcha YouTube kanallarımızning shunday bir ko'plab taraqqiy qilishini umid qilaman. Meningdek so'zlab naqmaydan taqdigan shu balalarniki ko'plab Uyg'urcha bo'lib, Uyg'urcha programmalarimizni ko'plab ishlashini oldingi videodan tanishtirganga o'xshash Gollandiyada bir inimiz bor ekan. Shu to'xtamay Gollandiya to'g'riliq uchurlarni berdi ekanda, o'ziniki shu maktabi turishliq davlatiniki xabarlari degandek. Shunga o'xshash bizningki shunday xabarlarni to'xtamay ishlaydigan shu YouTube kanallarimiz ko'plab chiqsin deb shunday xabarlarni ishlab kunda 1 soat 1 soat maxsus YouTube kanalimga vaqt ajratib qo'yib degandek meningki oldingi naqmaydan taqtishim shu yakshanba kuni bo'lgan o'tirdan necha kunlar o'tib ketdi. Meningki bir muncha programmalarim bordi. Ko'pchilik amallarniki qo'llab berishini mayli
fikir qatnaştırsanlardı, qatnaştırmasanlardı, iş qilib bir ifadalarini bildirgəç, mundaqni yazılarga bir narsalarni yazıb qo'yishinglarni umid qilaman. Keyingi programmalarim sarxil. Bo'ldimsa bugungi programmam shunchalik bo'lsin. Hozir Ottavada turib, Kanadaniki poytaxti Ottawa shahrida turib, bu yerda uyda o'tirib ishlayapman. Working from home. Meniki part-time jobs hozir mush bo'lib qoldim nima? YouTube kanalı yani Uyghur mediacılıqdaki Uyghur şunaqalıqı bulup mush YouTube sohasidagi başqa natija qozongan shu YouTube kanallarını tanıştırıp, ularniki qilayotgan ishlarini tanıştırıp, o'zimninki YouTube'dagi sensibirlarni ko'pchilik bilan bahalash orqali degandek mushundaq bir narsalarni ishlab kelayotgan. Bugungi bu programım maxsus Avstraliyadagi qirinishimiz Sadam oilasiniki jam bo'lganligini tabriklash, ularga güzel tilaklarni bildirish hamda ularninki buningdan texmo Xitoy hukumatiningki ulardan ep ketgan shu 3 yil vaqtninki o'rnini to'ldirish uchun güzel tilaklar sizlarga bo'lsin. Shunchalik gap qilib turay. Anankin Uyg'ur millati biz barcha xalq Sadamningki tirishchonliklaridan biz intayin mamnun. Sadamningki tirishchonligi yana o'ziniki oilasiniki jam qilish jarayonida butun bir millatningki beshiga kelayotgan kulfatlarni o'tirib chiqib, shu medialarga tanishtirib, shu davlatlarniki, cho'ng davlatlarniki shu siyosiy yo'nlarininki og'zini ochib, shu Uyg'ur to'g'riliq so'z yetkazganda o'ziniki bir kishilik kassi intayin cho'ng to'kisi bor deb qarayman. Yana bir qatam muborak bo'lsin. Hamsa bugungi programmam shunchalik. Xayr xo'sh. Men naqsh bosh qo'ygash o'zimniki bu qatamliq naqdni oxirlashtirdim. Adlikki dushanbada yana bir programmam bor. Temasini hozircha demay turay. Ati ko'rishaylik. O'xshash vaqtda soat 10 da. Xayr xo'sh. Xo'sh. Sadam hikoyasi kurash va g'alaba degan video bilan oxirlashtiray. Kurashlarni qaytadan qo'ydim. So'zlaydiganlarimni so'zlab bo'ldim. Ko'pchilik xayr xo'sh vaqti borlar, videoni ko'ringlar. Bo'lmasa, yakshanbalarni ko'ngilli ko'tkazinglar, xayr xo'sh.
yaxshi.